Assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar. Bugungi mavzuyimiz SNR. SNR haqida sizlarga qisqacha tushuncha berib o'taman. Hozir asosan OHLC, ya'ni Open High Close Low o'shalarni o'tamiz. Shammi qanaqa bo'lishini bilib olishimiz kerak bo'ladi. SNRda oramizda deb bilaman, yangilar bor. Tak. OHLC, ya'ni narx ochilishi tepaga harakatlanyapti, to'g'rimi? Narx ochilishi va mana bu yerda bizda minimum yaratdi. Tepaga harakatlandi va bizda maksimum yaratdi. Mana maksimum narx mana bu yerda yopildi. Bu bizda buqa shamga edi. Endi bizda ayiq sham bor, ya'ni sel uchun. Narx tepada ochiladi bu yerda. Narx ochilishi, maksimum yaratishi va narx pastga harakatlanishi plus minimum yaratdi va narx mana bu yerda yopildi. Bu asosan ayiq sham. Yana qaytarib o'taman. Narx ochilishi, minimum yaratishi, maksimum yaratdi va narx mana bu yerda yopildi. Bu yerda ham xuddi shunday. Narx mana bu yerda ochildi, maksimum yaratdi, narx pastga tushdi, mana bu yerda minimum yaratdi va mana bu yerda narx yopildi. Tushunarli, a? Bu juda ham qisqacha. Xo'p. Endi bizga asosan nima kerak? Asosan bizda support ko'rinishi, support ko'rinishi asosan V shaklida bo'ladi. Ya'ni V shaklida bo'ladi. Endi bizda resistance bor. Resistance ko'rinishi bizda A shakli bo'ladi. Ya'ni bu support, mana bu esa resistance. Bu ko'rinishi asosan line chart, ya'ni line chart. Hozir men sizlarga ko'rsataman line chartda qanaqa bo'lishini. Tak, trading view kiramiz, line ga o'tamiz. Tak. Line chart ga o'tamiz. Mana bu yerda line chart bor. Xo'p. Endi mana bu yerda bizda nima bor? Boyna aytib o'tganimdek, A shakli resistance, to'g'rimi? A shakli resistance plus resistance. Yana mana bu A shakli resistance. Endi bizda yana bor support. Mana bu ham support. Mana V shakli support. Mana bu xuddi pastdagi ham V shakli support. Endi mana ozgina tushunchaga ega bo'lgan bo'lsanglar tushunasiz. Endi bizga nima uchun har doim bizda mana support ko'rinishi va resistance ko'rinishi. Mana bu shamda support ko'rinishi, mana bu shamda resistance ko'rinishi. Endi qaranglar. Bizda hozir resistance sell, ya'ni narx qimmatlashganda sotib olamiz. Support buy, ya'ni narx arzonlashganda sotib olamiz. Endi zonani qanday qilib belgilash kerak? Zonani har doim biz
resistentdan agar sel olmoqchi bo'lsak, bu qashamni soyasidan foydalanamiz. Ya'ni sel uchun, razoratning sel uchun va supportda biz har doim narx arzon bo'lgan payt nima qilamiz? Narx arzon bo'lgan payt oyoq shami soyasidan sotib olamiz. Ya'ni buy. Support har doim buy. Resistance sell. Tushunarli, ha? Xo'p. Har doim buy olmoqchi bo'lsanglar, bu qashamni soyasi, mana bu qashamni soyasi har doim sel olmoqchi bo'lsanglar, mana bu oyoq shamni tanasimas soyasidan foydalansanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, support va resistance. Line chartda yangi bo'lsanglar, bu sohada line chartda topib olishingiz juda ham oson bo'ladi. Asosan shamda biza zona tortamiz xolos. Mana aytib o'tgandek. Misol uchun bu resistance, to'g'rimi? Endi biza oyoq shamni soyasidan olamiz. Bu resistance. Ya'ni narx qaytib kelsa sell. Albatta zonadan tasdiq olish kerak. Bu narsani masalaga kelgusi darslarda o'taman. Qanday qilib zonadan tasdiq olish, hammasi xavotir olmaydi. Xo'p. Mana bu yerda bizda nima bor? V shakli. Har doim buy uchun bu qashamni soyasidan foydalanish kerak. Tushunarli, ha? Bu sizlarni zonanglar bo'lib beradi. Agarda bu savollar bo'lsa, kelgusi darslarda Xudo xolasa bemalol savollarni berishingiz mumkin bo'ladi.